Oybek Nashaddiy obunachilariga bugun diqqat e'tibor bilan video ko'rishingizni iltimos qilaman. Sababi sifat sortiga ideal buqalar kelgan. Like bosib, maksimalni paddashga qilib turasiz. 30-40 bosh atrofidagi buqalar Abdulhakimga yetib kelgan. Saidlayon barchamizga ham bor bo'lsin. Quyidagi raqamlar 24 ga 7 siz xizmatingizda. Assalomu alaykum chorvador aka-ukalar. Barchamiz chorvamizga Alloh taolo baraka bersin. Qayerga yetib keldik? O'sha Abdulhakim do'stimga kecha kungi sotilganlaridan tashqari yana yangi partiya kelibdi. Kecha kungilarimizda namoz bor ekan aka. Like bosib, maksimalli paddashga qilib turasiz. Sabab do'stimda har kuni xonadoniga kelaman. Sababi har kuni video olamiz. Mol bo'lsa ham, bitta qolsa ham, ikkita qolsa ham. Sababi tavakkalalloh. Xudo xolasa oldirgan Xudoyim sottiradi. Yaxshi mol olaman, ko'chat mol olaman. Labziga atvet qiladigan insonni olaman degan aka-ukalarga do'stimiz tavsiya qilib qolamiz akalar. Xudo xolasa shu kungacha hech kim norozi bo'lib buni orqasidan telefon qilgani yo'q. Bundan buyog'iga ham Xudo xolasa akalar qilmaydi. Like bosib, maksimalni paddashga qilib turasiz. Adashmasam 30 bosh, 40 bosh atrofida mol bor. Mol bo'lib ham mana buni orqa boshi aka, laganda keladigan yaxshi oyoq qo'li uzun, bo'g'imlari yo'g'on variantdagi mana bunaqa shvedlari sotuvga kelibdi. Hafta kuniga 15-may Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Qatag'on mahallasidan do'stim Abdulhakimning xonadonlaridamiz. Barchamizga bugungi Saidlayon bor bo'lsin aka. Boqimni sotdim, mana qurbonlikqa baha qilib qo'ydim. Qanaqa mol olsam ekan, pulim bo'lishqa bor, uni chiqarib, unga pulni qo'yib qo'yaveraman degan akalar uchun bugun do'stona maslahat berib qolamiz, kelib olasiz. Xudo xolasa like bosib turaverasiz. Bu yoqda Abdulhakimda nimaga? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'stim kelib oldingizmi? Nimaga? Charchamasdan rahmat oshna. Juma yomlaringizni tabriklayman. Assalomu alaykum Oybek Nashaddiy obunachilari, hammalaring chin qalbimdan juma yomlarini tabriklayman. Obunachilar, Xudo xolasa videomizni oxirigacha ko'rib turinglar. Ko'p gapirmaymiz. Maqsadimiz sotish, paddashgani ham yoraveryapsiz obunachilar. Xudo xolasa shu darajada paddashgani qilib turinglar inshaalloh. Narxni, udorini mendan kutaveringlar. Abdulhakimda Xudo xolasa qimmat mol bo'lmaydi. Oybek, Xudo xolasa mendan olgan obunachim rahmat deb qo'yadi inshaalloh. Katta ketmaymiz, 1,5 million, 2 million gapni gapirmaymiz. Bozordan 500 ming arzon bo'lmasa molim joyida qolsin oshna. Xudo xolasa kelsin. Misol Saroy o'rtasida savdogar ko'p, xohlagan xonadonlarga kirib solishtirib ko'rsin. Maqsadimiz do'sh obunachilarning arzonroq mol olishi. Xohlasi mendan arzonroq bo'lsa, boshqadan olsam men xafa bo'lmayman. Xohlasi mendan kelsin, chiroyli qilib ishlarni bitkazib beraman. Xudo xolasa vijdonda mol olish bo'lsa, kelinglar, mol olaman deb kiringlar mana shu xonadonimdan, ishlarni bitirmasam aytaverasizlar. Joningiz sog' bo'lsin. Savdo sunnat. Kelinglar, savdosini qilinglar, lekin kam so'rash sunnat emas. Insof sari baraka, telefon qilinglar, ishlarni bitkazib beraman. Telefon bo'lsa ham, telefonda bo'lsa ham kelinglar ham ishlarni bitkazib beraman. Do'st, bugun molni yiriga udora kelgan. Suyak yiriklari kelgan. Xudo xolasa narxi bugun juma aksiya bo'ladi oshna. Haqiqiy aksiya bo'ladi. Xudo xolasa juma vaqtigacha mollar sotamiz, yakunlaymiz, ketamiz do'st. Obunachilar gap cho'zmaymiz-da, o'sha boshlayveramiz. Mana shu ketdik akalar. Yiriqroqdan bittani boshlab beramiz do'st. Ha, joningiz sog' bo'lsin akalar. Borgan sari sekin o'nida ko'chat yomonlari bor. Ko'chat olaman degan obunachilarimizda Xudo xolasa ko'chatlardan ham bu obunachilar. Video oxirigacha ko'rib turinglar. 98 dan ketaveradi o'sha. Ketdi akalar, orqa bosh bu sifat ko'ring, korpusdagi. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Mollar bitta tema, mollarni ko'ti bitta tema bo'lyapti o'shna. Sandalda keladi Allohdan ham kelib qo'ydi Xudo xolasa. Bu ikkinchisi. Nafaqat orqasi, yelkalari ham zo'r tomoldi bor-ku. To'rtinchisi. Joningiz sog' bo'lsinlar. Beshinchisi. Oltinchisi. Maynaqa yaxshi molni maqtash kerak, aka. Sakkizinchisi. To'qqizinchisi. 10-chi. 11-chi. 12 va 13-chi aka, 13 bosh. Mollarni ko'ring. Obunachilar aytishingiz mumkin, 13 dan ichiga mana bunday zo'rlari ham, misol monomolga nisbatan mana yerda misol monomol ingichkaroq, ha? O'ylamang, monomol bilan narimolning narxi bir xil emas. Bunda yurak yutib Abdulhakim menga jicha orasida ozroq turibdi, bo'laveradi uka. Lekin oyoq qo'li yoqib qoldi moldan, nechta pul qilib berasan desangiz, o'tib beradi aka. Lekin monomolda telefon qilib turib, o'tib ber deb siz ham so'ramaysiz. Sababi holatini ko'rib turibsiz. Bayda aka, suyuq, monomol umuman bo'lmaydi deydigan mol yo'q. Faqat endi 5 qo'l baravar emas. Hammasi holatiga. Oshna Xudo xolasa 13 bosh, 13 tasini ham 10 bor mol. Dangala gapda bitta buguskot yo bir sifat kelishmagan mol yo'q. Buning ichidan men ikkitadan olib chiqib turib, 10 minut maqtayotgan yerim yo'q. Mana shu 13 ta mol Xudo xolasa oshna ichida eng ariq, eng anonliqasi mono bo'ladigan bo'lsa, mashina
narxiga holatiga qarab narx qo'yib beraman bugun oshna. Realniy gap. Misol bu ham yomon emas. Yo, yomon emas. Prosta araq rahmi o'shana narxiga qarab narx qo'yib beraman. Yo, buni kattasiga qarab narx qo'ymayman bugun. Kejo'ra. Gap. Bugun maqsad sotish do'st. Molni ko'rsatyapsan, suyagi, hamma yo'g'i yirroq mol. 98 dan 1.5 gacha tushyapti oshna. Narxiga keladigan bo'lsa, obunachilar 14,5 million emas, dangaliga 14 million 200 emas, 14 million emas. Bunday narsa. Bir yerga 13 tasan bir joyga olassan, 14 million qo'yib qo'ysam otam so'kmaydi meni. Realniga. 2000 kam qo'yib qo'ygan odam diqqat qiladi. 200 emas oshna, bunday narsa. Mayda shudasi yo'q oshna, 13 million 500 ming so'mdan barakasiga o'rtaga olasan mana. Maqsad sotish. Og'zingdan chiqib javob qilasanmi? Oshna tildan chiqdimi javob beriladi. 200 ga ham arzonida mollar bo'ldi, 13,5 ga o'tib berasan. Oshna xudo xolasa 13 million 500 ming so'mdan 13 tasini bir joyga oldim degan obunachi bunday narsa. 13 tamin qo'lda bergan. 2 million 600 ming so'm yana siylab berdim. Baraka o'rtaga mana oshna. Joni hisobi 13 million 300 ming so'mdan olasan do'st. Boyab turdim mollar chaldiroq arzonroq olib qo'yib. Yo, arzon keldi, arzon sotaman oshna. Maqsad sotish oshna. Hayitga kelayotgan qurban hayitga hayitlar bo'lsa men obunachilarimiz Joni hisobisi. Mana gapingga besh ketdim oshna. Xudo xolasa obunachilar maza qiladigan joyi. Xo'p, oshna. Navbatdagilar akalar. Ha, joni hisobi girlar. Xudo xolasa puli yengiladi. Aka Abdulhakim uchovuz gap gapirar ekan, bo'ldi, kitob yopilar ekan bugun. Mana bitta partiya 13 ta qo'ydi, 8 ta qo'yyapti, yerda yana bir 15 ta molimiz bor. Bo'ldi aka. Oshiqcha 98 dan ketyapti oshna. Birinchisi, siz ham dangal gapirganga yarasha tushuning. Tushunyapsizmi? Mana molda aka holatini ko'ribsin tushuning. Mana molda. Ikkinchisi, uzunligi, gazi, holatini. Uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi, yettinchisi, sakkizinchisi oshna. Akalar, molni ko'ring. Bu holatda endi e'tibor berib, aka, xudo xolasa, yelka qismi, ustki qismi deysizmi, mollarning sifat surati eng qizig'i mana bunaqa tulayotganlaridan-da. Mol shuni tulasa, Abdulhakim aytganda bitta pishgan ot yeydi, mol xudo xolasa. Yo'qsa uyda ozgina kepagelab tarbiya ko'radi, molni sifati ham, badani ham boshqacha bo'ladi. Oshna hozir bundayda qurolliqqa hamma katta molini uni so'yadi-da, realniy gap. So'yishadi, oshna mana kelasi yilga qurolliqqacha mana boqadigan mol. To'g'ri, ama. Suyaklar, suyagi bor, unisi bor. Narxi ham arzon. Obunachilar mana narxini boshdan misol aytmay turib arzon deyapmanmi? Mana gapimga javob beraman. Arzon mana shu mol. Ke oshna 8 tasini bir joyga olsan. Nech pul Abdulhakim? Oshna monolamdan deb turib, bo'yi 95 plyusdan 1 metrgacha ekan. Hop, narxga keladigan bo'lsa oshna 13,5 ularni 13 million 300 ming qo'ydim ularni, 13 milliondan sotdim. Baraka oshna olsin. Rahmat, joni hisobi kerak. 13 million arzonmi do'st? Menga arzon emas bu mol. 200 ming o'tib qo'ymag'ina mard 100 kulali bolaga baraka o'rtaga olsin. 8 tasiga 4 million so'm o'tib berdim oshna. 12 million 500 dan 12 million 500 ming so'mdan oshna telefon qilsa Oybeguzdan men desa esdan chiqmas. Oybeguzdan men desa yana o'tib beraman do'st obunachilarga. Xudo xolsa 8 tasini bir joyga olsin. Oshna mayda chuda bolamasman. 50 ming 100 ming puliga betiga qaraydan bolamasman. Xudo xolasa oshna telefon qilsin, yana kamini qilib, yana ishlarni bitkazib beraman. Maqsad sotish do'st. Lekin bugungidaqa video Abdulhakim chidama qilgan yo'q edi. Sabab juma kuni do'st dedi, uchovuz gapiraman, ke video qilaylik. Bo'ldi, tushunib olib qolsin dedi. Boshqa gap so'zim yo'q dedi. Endi molni ko'ring. Xudo xolasa endi bu yog'i shaydolariga. Sandal o'yatdi, sandal. Xamirmi bu? Nima balo akalar? Nima deyapti? Xudo xolasa, aka, like ta ayamasdan bosib turasiz. Oshna bo'yini qarang. 90 dan Mashmollarda bor, ittiga degan joy o'ta butun tomonidan yelkani. Dili interesnaga, mana shu Oybek aytaveryapti, shu boshni qotiryapti, shu bola juda aqlli shekilli, mayli bitta tavakkal qilib ko'ray deb. Oling. Uchasini olasiz. Oling, aka, olib turib, prosta shuni boqib olgandan keyin, deyli kuzga, itoga degan joyga tilimga javob, uyingizga har dar chaqirsangiz, aka, ketilmaydi narx qo'shadi. Agar bozorga olsangiz, ko'chadan savdo boshlanadi. Gapimga javob. Oshna uchalasi Estonga gibrid, Estonga shved gibrid bo'lgan ekan do'st. Oq tumshuq, oq quloq, xudo xozir ko'toshlarni ko'ryapsiz, taglari ham oq. Tushunarli. Xo'p, oshna xullas bu yerda nechta 3 ta, 6 ta, 9 ta, 11 tasini bitta qo'yaman, tirs yopaman kitobni oshna. Bir qator varaqlab qo'yaylik. Jonivorlardi, ey. Birinchisi. Sifatda nima deyapti aka? Like ikkinchisi. Unutmaysiz. Uchinchisi. Savoqlar ko'ring. To'rtinchisi. Hay mashallah. Buni nima deyapti? Oski sohalarni ham ko'rib qo'ying, hali yosh bo'zak aka. Voy, mana molga oshna narsa bermasangiz o'z to'g'ri yeydigan mol ekanda. Dangaliga yeyib ichar. Xudo xolasa 5-inchisi, mana 6-inchisi, buni arg'amcha tushmaydigan 7-inchisi, 8-inchisi, 9-inchisi, endi buni alohida tema.
10-11. 10-11-si. Jon hisobi. Ba'zi bir obunachilarimiz, hali qo'shtirnoqchida obunachilarimiz bor-ku. Negativ fikr bildiradi bunga. %100 bildiradi. U aniq. Hozir chunki nimaga mol zo'rni olib kelyapti-yu, hozir otasini narxini qo'yib beradi deydi. Unday narsa emas o'shna. Xudo xolasa, narxi yengil bo'lsa, ongla obunachilar. Narxi qimmat bo'lsa, qimmat ekanligini olma qo'yaveringlar. Molni sifatdan kelib chiqibdi Abdulla akam, qayda berib qo'yadi? Molga qarab boshla. Deylik, o'zlari uylarda boqayapti, mehnat qilib, ayoli qarayapti, bolasi o'zi, misol o'zimizdan misol qilaylik. Shunaqa qilib qiynalib boqqan molni kim mana shunaqa sifatli molni berib qo'yadi? Kim beradi u? 12 milliondan kim berib qo'yadi? Bersa mana men olaman. Oshna bermaydi. Ko'z ochiq turibdi-sa, endi hali gapirish erkak kishining gapi emas, aka. Dangilgandek gap. 11 tasini bir joyga olaman degan mart obunachimizga telefon qilsa, yo'qsa kelishsin, tevasi molni realni ko'rib olsin. Narxi 14 million 200, 13 million 800 ming, 13 million 500 ming so'mdan oshna telefon qilsa yana kami bo'lmoldi. Baraka o'rtaga olsin meni. Oshna menday narsa 13 million 500 ming so'mdan kami bor dedimmi? Tanlab olishga oshna mana mollarda 13 million 500 mingdan realni gap bermaydi chiqaydi. Hop. Xolisona gap oshna. 1, 2, 3. Mana 3 tasini 13 million 500 mingdan tanlab olsin. 40 million 500. 40 million 500 ming so'mga 3 o'yinga beraman. Obunachilar undan gamiga realni gap stroyt qilmaydi. Erkakcha gap gapirganda mana. Misol, obunachilar meni kuzatib turgan odam oshna erkak kishini erkak sifatida shaqillatda oshna, misol oyoq tishiga kirib olib turib meni videomni ko'rmaydi. To'g'ri. Realni gap. Obunachilar realni ozginadan qoladi mana shu narsa. Mana bu yog'i oshna bunday narsa. Ke. Gapir. 11 tasini bir joyga olsin 13 million 200 ming so'mdan Bobor aka. Hayotingga rahmat, Jon. Yana bitta gap. Mana shu yerdan bag'il mana. Yoqqanini tanlab olsin 13 million 200 ming so'mdan. Mana bu erkakchiga. Bobor aka o'rtaga olsin. Endi mono uchovi menga stroyt qilmaganligi uchun obunachilar to'g'risini aytib qo'yyapman mana. Realni gap. Obunachilar men tanlab beraman. Mana shu oxirdagi aytganda 3 tani oling kuzga borib aka bitmagan shepringizni bitiradi, olmagan mashinangizni mana shu 3 tasini o'zi oldiradi. O'rtacha hisobda aka 50 millionga kuzga borib sotasiz. Javob gapimga. 4 oy, 5 oy boqing, javob beraman 50 millionga 3 tasini ya bergingiz kelmaydi, ya kemayli shu odam barakat olsin deb beraverasiz. Bermaydilar do'st, nimaga desan, Qur'onlikdan keyingi narx oshishini o'zlari bilishadi obunachilar. Shuncha yildan mol boqib odam biladi. Xudo xolasa, Oybeguzda obunachilarga mana shu 3 partiya molimiz. Obunachilar kimgadir ma'qul kelgan partiyamiz bo'lsa telefon qilinglar, inshaalloh hammalarini ishlarini chiroyli qilib bitkazamiz. Joningiz sog' bo'lsin akalar. Videorolikni yakun yasaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Omad bugun haqiqatan oladigan kun bo'ldi akalar.